Today is 4 September 2020. I have just finished my peaceful protest in front of Dutch Parliament building. After my protest, I come here in front of China's embassy. Now I am here demanding to Chinese government ask about 9 of my family members. Chinese government, give me answer. There is 90 of my family members. China must give me answer. Where is 90 of my family members? Are they alive? Third of concentration camp. Give me answer. Fascist China, terrorist China, dictator Xi Jinping. China, get out from Uzbekistan. China, get out from Uzbekistan. China, get out from Uzbekistan. Independent for Uzbekistan. Fascist China, terrorist China, give me answer. Where is none of my family members? Give me answer. Today, the police don't allow me stand in front of China embassy. Don't allow to take picture, take video in front of door. China, give me answer. Where are my parents? Fascist China, terrorist China. Why do you kill millions of Uyghurs? Fascist China, terrorist China, give me answer. Assalamu alaikum, hörmətli qarındaşlar. Bugün Gollandiya parlamentinin oldida tinish şekillik namoyishimizni tutib, hozir Xitoy elchixonasining oldida yana tinish şekillik namoyish qilyaptilar. Bugungi namoyishga Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining raisi Abdurahmon Qaraji kelib bilan birga namoyishga ishtirok qildi. Hozir shu videoni Abdurahmon Qaraji Diğer günün başlar bu namoyish olan çekilme ham qattiq olib ketdi. Parlament binosining atrofida basama shunda saqlar jeb. Atiga videoda qatnashyapti. Undan boshqa elchixonasining oldida hozir boshlik otirib qo'ydi. Nishatini oyoq baramasam oyoq basam qo'lg'olimiz deb mana oyoq qo'yapti. Bu yoqda saqchi minisi bor mana. Saqchi onkida. Başka bir şey durup Xitoy qarshi baqirayotgan ovozlarni anglayapmiz. Darvozaning yerida maxsus Xitoy elchixonasidan qo'yiladiganlar turibdi. Yani ishga kiryapmiz unda. Ishga kirsam kirgim bor, lekin oyoq bilan o'tib qo'ymaydi. Yasab qilyapti, hozir chekib qo'yapti. Mo'jtiki adrek bo'lsam uchun bir şey tursa deb mana shu emasmi? Bir şey yaydi mana. Şu başka vatandagi bo'layotgan qirg'inchilikni, zulmni demsakmi, har kuni qo'rqinch xabarlarni anglayapmiz. Millionlarcha Uyg'urlarning izdirilma yo'qligini qilyapmiz. Millionlab Uyg'urlarning ichki o'lkalarda Xitoy tajovuzkorlarining har xil zavodlar, fabrikalar ish yuryaptilar. Ular yaxshi oilaga binasini bataz ko'rsatdi. Mana ko'rdinglar, mana maxsus Xitoylarni Uyg'urlarni qo'l ish qilib etibdi. Buni yaxshi loyilagan narsa, buni yo'g'intib atrofiga dunyoda dangliq markalarni hammasini shargida istirib, mana Raus yo'g'intib Amsterdam dam maydoni qo'ymoqda.
Şu hakikaten bana iqtisodiyot yordam bergan qardaş hammasdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarning shu pulingizga men texnik yaxshi bo'lgan tashviqot nimalarni loyiha deb, texnik yaxshi bo'lgan muzikalarni, texnik yaxshi bo'lgan ko'p xil tillik tashviqot varaqlarini loyiha deb taqdiman. Men yalğız turgan bilen bu namoyishda nurg'unliq Uyg'urlarniki men bilan bilishganligini men ko'rib turyapman, his qilyapman. Nurg'unliq qarindoshlik iqtisodiyotga yordam qilib, to'plab qiladi. Hammaga Alloh rozi bo'lsin. Hammaning pul mollariga Alloh barakat bersin. Bugun erta Fatiha'nın yangi tashviqot yo'llari davomli sizlar ko'rsib turibdi. Çoğu demekçi boğumuz qarindoshlar qo'limizdan keladigan imkoniyatlardan foydalanib, o'zimiz yashayotgan davlatdagi parlament binosining oldida, Xitoy elchixonasining oldida, sayohat rayonlarida qayerni ko'nglimiz qolsa shu yerga illaki ma'lum bir yerni muqim qilinish emas, qayerga qolsa shu yerda namoyish qilaylik. İzdirki bo'lmagan ota-onamizning, urug' tuqqanlarimizdagi resimlarimizni ko'tarib, Xitoy tajovuzchilaridagi Sharq Turkistonni besib olganligini atrofimizga o'ngiltaylik. Bugungi kunda 40 yilda qilyapti. Ey millat, ey xalq, o'rnidan dastur Uyg'urlar uchun ovozini chiqar, Uyg'urlar uchun yerildi. Uyg'urningki echilishlik tragediyasidan 21 asrda dunyoda qaytlanmaydi degan tarix qaytlanib, Uyg'urlar beshi kelyapti. Bugun o'rnidan dastur bo'lsa, eğer ölgün Uygur'un içiniz tarihi sürünkünün kep kapkalıda faşist yıllarına karşı hareketlen ve dünya kitaplaylı, halk kitaplaylı Xitoy tajovuzlarının ne kadar şerefli istisnas rezilligini halkka oshkorlaylı. Halk hareketlerimiz için hemiz o'rnimizdan dasturaylı vatandagi ota-onamiz uchun buzilayotgan oyat singillarimiz uchun qul qilayotgan kishidan tortib mingizini yuyilib ruhiy dunyosida xitoylashtirib ketayotgan farzandlarimiz uchun, millatning izboslarimiz uchun ularning ovozini dunyoga oltaylik, ularning oldidagi majburiyatimizni ado qilaylik. Vatandagi echinish ahvollar demasakmi, hammamizga ayon. To'r dunyosida uni hambahirlab qo'yib, voy yurikim, voy men o'qiyam dedim, voy istiqboy, voy deb inkas yozib qo'yganda hech kim foydasi yo'q. Biz buni g'azbimizni tajovuzchi Xitoylarga chiqarishimiz kerak. Ovozimizni atrofimizga shu davlatga yerli xalqlarga anglitishimiz kerak. Parlamentga, hukumatlarning oldiga berib, to'xtamay namoyish qilish orqali ashdan harakat qildirishimiz kerak. Gollandiyada bu yil 1-29-da Gollandiya parlamentida Uyg'urlar haqida keskin bas munozara bo'ldi. 2,5 soatlik. Bu haqdagi nim munozara bo'lganligini men yezib ko'rib e'lon qildim. Fidoyilar sayfida suhbat qildik. Shu vaqtda Amerikada Uyg'ur qonuni tasdiqlanmagan. Parlamentida Amerika Uyg'ur qonuni tasdiqlanib qolsa, bu Yevropadami Uyg'urlar haqida qonun ma'qul uchun bir imkoniyatlar tug'ildi deb har qaysi siyosiy partiyalar hukumatga besim qilgan shu mazgilda. Hozir ko'rib ko'rsanglar shu videolar bor. Shuning uchun biz shu Gollandiya hukumatini, shundan boshqa Germaniya, Fransiya dunyoning har qaysi davlatlar parlamentini harakatlantirish uchun biz o'rnimizni dasturishimiz kerak. İzdirki bo'lmagan ota-onamiz, urug' tuqqanlarimiz resmini ilib, bir qo'limizda Xitoy tajovuzini Sharq Turkistonni mustamlik qilgan xaritalari mana o'xshash. Meni buni ko'tarib boshqa bilan imkos qilib, shuna qilib qo'limizda qildigan imkoniyatdan foydalanib, bu davoni izchil davomlashtirib, vatan millat oldidagi mas'uliyatimizni majburiy ado qilaylik. Hammanglarni yana izchil faoliyat qilishga chaqiraman. Shundaqla hammanglarga bir qo'llab-quvvatlab, bag'ridan Alloh rozi bo'lsin, hammanglarga samimiy rahmat bildiraman. Ondan boshqa dushanba kunidan boshlab Gollandiyadagi 8 tashkilot birlashib, bu Xitoy elchixonasining oldida izchil namoyish qilishni namoyish qilishga bir tasdiq oldi. Dushanba kuni boshlaydi. Buning uchun Gollandiya tashkilotlarining ovoz qatib, o'zimizni tizimlaylik. Har kuni birdan 2 odam mana Mishel turib, qo'shiq shaklida septirishtirish emas. Voqirayli, Xitoy pullayli, to'r dunyosida Uyg'ur pullab, Uyg'urlarni qilmay, Xitoy pullayli, tajovuz Xitoy. Nima uchun millionga Uyg'urni o'ttirsan? Tajovuz Xitoy. Nima uchun
Buni ota-onam urug' tuqqanlarim kabi millionlagan Uyg'urlarni yo'q qilib o'tsan. Nima uchun begunoh marsida farzandlarimizni, millatning kelgusi izbosarlarini mingsini yo'q uni xitoylashtirsan. Nima uchun bizniki tilimizni, dinimizni, madaniyatimizni yo'q qilib o'tsa, bizning madaniyat biz tarixda nurg'unlagan isil madaniyat yaratgan bir qadim millat bugan kelgan san tajovuzninki qirg'izlikda yo'qolib kirib boradi Xitoy. Men bo'lsam sen Xitoyni tushdan g'alib qilaman. Men bo'lsam sen Xitoyning Sharq Turkistonni mengi mustamlaq qilishimga yo'l qo'ymayman. Men bo'lsam amal bir zibrimni qaytirib qolaman. Men bo'lsam sen Xitoyni tushdan g'alib qilaman deb Xitoy to'xtamay xitob qilaylar. Uyg'ur so'zlarlar, ingliz bo'lsa ingliz so'zlar, arab so'zlar, qaysi xil tilda bo'lsa shu xil so'zlarlar so'zlashdim. Qo'qsanglar, qishloq qilib qolsanglar yoki men so'zlashni tazim qilolmaydim desanglar, ovozimni elib olib, mana men ma'nim bor. Mushtaq mana yangroqqa bor. Mushtaqda mana Bluetooth qo'yib bersanglar bo'ladi. Hech bo'lmasa Sharq Turkistonning davlat marshini qo'yib bersanglar bo'ladi. Yo'q bo'lmasa Sharq Turkistondagi qirg'izlik haqida so'zlangan nurg'un leksiyalar bor. Şunu telefonlarga tushirib, mishar qo'yib bersanglar, buni Xitoy tajovuzchilar anglaydi. Shundaqla Xitoy tajovuzchilarininki elchixonasiga kelgan. G'arib qilib anglaydi, shunaq anglataylar. Xitoy shunda qirg'iz qilyapti Uyg'urlarga. Hey, shunda Xitoy elchixonasiga kirsang, buni anglab, nima uchun men Uyg'urlarga qirg'iz qilib qo'ysan? Nima uchun Uyg'urlar men turib olsin oldinga? degan bu savollarni so'ra, deb ashqaqlikni xitob qilaylar. Xitoyning qirg'izligini qo'rqitish uchun butun dunyo bo'yicha qo'zg'almoqdan boshqa amal yo'q. Fascist China, terrorist China, China, get out from East Turkestan. China, get out from East Turkestan. Independent for East Turkestan. Independent for East Turkestan. There is one of my family members. Please give me answer. Fight China. Fascist China, terrorist China. Ondan başqa mana haberlikdə mana resimlərni köplab bastırıb qulan taqdınlar. Heç bo'lmasa mush tutsanglar mana Uyg'urlarlikka qul ishlar cho'kib ketayotganning bir nimasi. Qarshi bildirishlikka har xil yo'llar bor. Namoyish qiling, voqira, hech bo'lmasa mushta resimlarni uyingizda turib, bolalaringizga, o'zingiz yoki atrofingizga tutqizib, resimni tortib, video qilib, Facebook, Instagram, Twitterni taqdim. Bu bir qarishlikka bir nimasi. Qulonlik qilgan imkoniyatlarni qilinglar. Vatandagi shu echinishlik xalqimizning ovozini dunyoga anglitaylar. Ota-onamiz, urug' tuqqanlarimiz oldida insonlik, bolalik burchimizni ado qilamiz. Chet ellardagi hamma Uyg'urlar, yolg'iz men emas. Hammamiz bolalik burchimizni ado qilamiz. Ota-onalarimiz bizni chet ellarda o'qitib, bolalarim kelgusi yaramli odam bo'lib qolarmikin deb yemay, ichmay tapqan tagini bizga o'rgatib o'qitib qo'yganlik uchun bugun jazo lagerida yetyapti. Bizni yaxshilik qilishtirman deb o'zi inson qalbidan chiqayotgan Xitoy tajovuzchilarga xo'rliqni ko'ryapti. Biz shularniki ovoz olaylik. Bir-birimizni eg'izimiz bo'lib salamchi oboda qilsa bir o'ttirayotgandek urush bitmas. Lekin Xitoy ko'z oldimizda 100 minglagan, millionlagan ochiqlarimizni imqilayotganligini to'g'ri ko'ryapmiz. Biz buni suqib saqolmaydi. Biz buni suqib saqolmaydi. Buning uchun dasturayl o'rnimizni qarindoshlar, dasturaylar. Tajovuz Xitoylardan intiqom olmasa qolmaydi. Vatandaşlarga imkon yo'q. Shularni qo'lda bor imkonlardan foydalanib, har xil sharoitlar bilan do'yinda, nimada necha vaqtdan yo'q, har xil azoblarni, har xil sharoitlar orqali dunyoga oshkorildi. Lekin biz chet ellarda turib, ham imkoniyatlarimiz bor qo'limizda, hech qanday bir davlat namoyishni cheklamaydi. Bular g'arb davlatlarini olaydi.
Hech qanday bir davlat Xitoy elchixonasining oldida, parlament binosining oldida, cho'ng-cho'ng sayohatlardan maydonlarning oldida ovozimizni chiqarib, zulm degan anglitishimizni to'smaydi. Bu erkin davlat. Biz nima ish qilsak, erkin. Ko'nglimizni o'ylaganimizni, ko'nglimiz kelgan Xitoyga qarshi har qanday harakatimizni erkin qila olamiz. Hech qanday to'sqinlik uchirmaymiz. Faqat bizda iroda, jasoratlik kam. Şu irade, cesaretle biz ma'naviyatga aylantirib, ovozimizni xalqimizning ovozini chiqaraylik. Xitoy tajovuzchilik ustidan Amerikaliklar g'alaba qilamiz. Xitoy tajovuzchilariga kun oz qoldi. Shuning uchun tarixdan ibrat olaylik. Uyg'urning ichilish tarixidan hey, dunyo ibrat ol. Hey dunyo uyg'on, Uyg'ursin o'rnin dastur deb vaqiraylik. Hech bo'lmasa vaqiraymasak, mushtaq qo'limiz bilasdan otat qog'ozliga, osh qog'ozliga shuniki rasmlarni, xatlarni yozib taqtaylik. Bu bir qarshi ko'rsatishlikka nimasi? Sosyal medyadagi buni kuchini sal qarmaq. Boshqa yana deyilamiz, harakatlanaylik, harakatlanaylik, harakatlanaylik. Hammishni o'zimizdan boshlaylik. O'zimizdan boshlaylik. Men faqat Xitoy elchixonasining oldida namoyish qilishni tavsiya qilmayman. Dunyoning hamma xalqi yerida namoyish qilaman. Necha kundan yerga to'rda har xil nimalar bo'ladi, nurg'un odamlar uchirib qildi, telefon qildi, endi bu yer Xitoy elchixonasining oldida namoyish qilishga qayta bo'lmay jam birdiganlik to'g'risida. Bu to'g'risida sirati munozir qilsam, men har zaman ekranga chiqishga tayyor. Men har zaman qaysi ekranga chiqib nahmadan suhbat qilsam, men tayyor. Lekin elqi to'rtdan bir narsa yozgan o'qi ishlarga javob qilganlarga men javob qaytamiz. Ismingiz yana qo'ptab qolsa, men har zaman ekranga chiqishga tayyor. Men hech zaman faqat Xitoy elchixonasi namoyish qilib, bilakka namoyish qilmam demadim. Men hammaga namoyish qilishni tavsiya qilaman. Chunki o'zim ulug' bo'lay, o'zimdan boshlab turay, mening harakatimdan to'g'ri qilib xalq foydalansin deb 2 kun Gollandiya parlamentning oldida hey Gollandiya, Xitoy tajovuzchi Uyg'urlar qirg'ishga qilib beryapti. Uyg'urlar yo'q qilyapti, o'rnini dastur. Uyg'urlar uchun harakat qil. Uyg'urlar uchun qonun ma'qullar degan narsalarni ko'tarib turdim. Shunday ota-onam urug' tuqqanlarim qani, buni uchun bizga yordam qil. degan narsa ko'tarib turdi. Tashqot varaqlarni taqatdi. Yani Amsterdamlik namoyishini izchil davomlashtirib to'xtatib qo'ymayman. Menimcha qarshi harakatim to'xtab qolmaydi. Hozir yana saqchilar kelgan atrofda ana lekin men hech qanday Gaat het allemaal goed? ja, goed. Ja? Goed. Ga je een stukje geluid maken? Hè? Wat minder geluid maken. Ja, minder geluid. Ja. Minder geluid maken. Heel erg, hè? Veel erg. Meer Nee, te veel. Mensen hebben er last van. Mensen hebben er last van. waarom? Ik heb het niet over jouw recht. Ik heb het over dat je iets minder geluid moet maken, want mensen hebben er last van. Ja, last van. Die mensen hebben er niks voor gedaan. Hij komt er last van. Nee, niet alleen de Chinezen, ook de andere mensen die er last van hebben. Je hoort het ook, die er last van. Ik kan maar lachen, maar ik ben wel serieus. Maar Hey, ik praat tegen je. Goed. Ik praat met jou toch? Of niet? Ja, en als je filmt, ik film ook. Ja, maar als ik een gesprek met je aanga, dan loop je niet zomaar weg. Dat is niet leuk. niet Ja? Wat? oké. Ik vraag gewoon, je mag alles zeggen wat je wil. Iets minder geluid. Dat is het enige wat ik vraag. Je ziet er daar ook mensen, werken daar ook mensen. Ja, het is niet alleen. Het is nog meer dan alleen. Snap je wat ik bedoel? Ja, Ja? Ik wil niet nog een keer terugkomen dat best lastig is. Ja? Fijne dag. Fijne dag. hozir mana bu saqchilar kelibdi. Hozir ko'rdilar saqchilar keldi. Saqchilar deydi, yuqori ovozda vaqirsam bu Xitoy elchixonasiga telefon qilib bizni beramizlar qildi. Ovoz bo'shroq keldi. Men ovozni bo'sh qilmayman dedi. Xitoy otani bir qalam silolmasa, men bu yerda Xitoyni vaqtlamayman. Xitoy harakatni davomlashtirman dedim. Ko'rdinglar, mana bu saqchilar ushbu diqqat emas, necha qatim keladi. Hozir men Nahmadan vaqtdan ketman, ko'rdinglar. Boshqa qonunchilik qilayotgan yolg'izlikni qarshilashimizga ta'sir bo'layotdi. Atrofda kelayotgan qamlayotdi. Resimlar tiklayotdi.
bu qarışlı hareketimizdeki azraq bolsun bilimdagi. Saqchida ham Xitoyning nihoyatda rahatsizlab sana huquq qilib bir şeysini qilish majbur qilganlar qo'shildim deb. Chunki meniki maqsadi tajovuz Xitoyda o'shada rahatsizlik qilish. Shular oram bermasdi. Shularni izchil qilib qilish. Desam saqchimi boshqa qilmay ketmizam kirib qo'ydinglar. Shunga qaysi shakldagi qarash harakatini davomlashtiring. Özünüz kimning qilayotgan ishlarni yoqtirsangiz shu yo'lda davomlashtiring. Illatli biz bugungi kunga kelganda sizning to'g'ri, sizning xato, sanda qildim, samanda qildim deydigan ma'noda kelibdi. Oyga chiqmaydigan munozara, oyga chiqmaydigan darslar qo'lingizning. Men bunday narsalarda yo'q. Lekin kim ekran taklif qilib qolsa, chiroq munozara esa men bu ekranga chiqmay qarangishman. Bunun uchun menga Facebook Messenger'da o'zining ism familiyasi baş suratına qo'ymay, bana nasab qiladigan, bana tarbiya qiladigan odamlarga men javob qaytarmayman. Lekin qanday odam bo'lib qolsa, ilmiy shaklda o'zimizning kimligini ism bilan turib, odamda qirilishi va ishini mayir bo'lmadi. Bunda qilsam yaxshi bo'ladi desiz, bu amaliy harakatimiz bilan buni ta'sir qilishdi. Siz ma'shum bo'lgan manda qilgan siz boshlab, men kendinizdan bana mashq qildilar. Men bana davomlashtiraman. To'g'ri to'g'ri. Şulaşka qolgan ishlarni ham ishimiz harakat qilamiz. Saqchilar qarab turdi. Men bu so'zimni oxirlashtirib, qolgan shu qolsa, yana nima qilamiz? Lekin Xitoy tajovuzga qarshi amaliy harakatimiz orqali ulik ko'rsatib, men yo'limizdan boraman. Hammaning Allohga emanet, videoni taqib qo'yinglar.